Buvangga gapiga kirib yurgin. Maktabda yaxshi o'qi, ovqatingga vaqtida yegin. Xo'pmi qizim? Xo'p. Shunday qilib, O'zbekistondan Rossiyaga uchishga ro'yxatdan o'tyapman. Ayol boshim bilan musofirlikka yo'l oldim. Lekin xayolim qizim va onamda. Цель визита. Я не понимаю русча хорошо. Чуть-чуть. Зачем прилетела? Men работать ketaman uyga. Иди отсюда. Приезжают из своего аула, в мешках на голове, и еще не знают русский язык. Надоели. Салам. Көптөн бери карап атам, бул жерде жалгыз отурасың. Кимдир бирөөнү күтүп атасыңбы? Балким сага жардам керекпи? Ha, yordam kerak. Qirqiz opa, menga kvartirada joy va ish ham bor deb o'zi bilan olib ketdi. Kvartiraga keldik, 5 kishi bir xonada yashashar ekan. Hayron qoldim. Lekin na iloj. Uy sog'inchi shu yerdan boshlandi. Смотри, ты вот здесь моешь посуду. Мой чисто, работай быстро, слушайся меня. Idish yuvib charchash mumkin deb o'ylamas edim. Minglab idish yuvish qiyin ekan. Sizlarni juda sog'indim. Qizim yaxshimi? Ha, biz ham sog'indik. Nima yig'laysan? Qiynaldingmi? Yo'q, menda hammasi yaxshi. Shunchaki sog'indim, yig'lamadim. Bizni o'ylama. Эй, говори по-русски, поняла? O'tirgan paytim birdan rus bolalar meni haqorat qila boshlashdi. Afsus, shunday vaziyatlar ham bo'lib turar ekan. У тебя что, глаза не видят? Что за пыль здесь? Убери быстро, гастарбайтер! Musofirchilikda non topish oson emas ekan. Har kuni ish to'g'satdan boshlig'imiz chaqirtirdi. Boshliq hijobingni yechasan yoki ishdan ketasan deganida, shu zahoti fartugimni otib, ishni tashlab ketdim. Ma'qul, qapa ol bu. Saga boshqa jumush topamiz, bari yaxshi bo'ladi. Xo'p, rahmat sizga hammasi uchun. Lekin qanday qilib 5 yildan beri bu yerda ishlayapsiz? Ertasi kuni qiyin bo'lsa ham g'isht zavodiga ishga kirdim va birinchi kundan ishlashni boshladim. Birinchi oyligimni oldimda va Aygul opa bilan xayrlashib, g'isht zavodiga ko'chib o'tishga qaror qildim. Uyga pul yubordim. Xursandchiligimning cheki yo'q.